chotki bo'lib. Assalomu alaykum. Qishda sovuq kunlarda mana bunaqa quyoshda turgan aka-ukalar, xudo xolasa. Mana bu bizni firmamizdan oldindan ko'rsatib qo'yaylik, bu bonusi. Endi bugun nima jo'natyapmiz? Surxondaryoga yana bugun jo'natyapmiz. Bu ko'rib turganlaringdek 63lik Apolopga mana. Hop, mana burchaklari, qo'shimchali ishlari, o'qlariga, syomlik kulishlarigacha bor va alohida 20lik, 17lik o'q bilan akam 60lik o'q olishgan. Buni alohida Apolopkamizni ko'rsatib o'ting. Har safar deyapti odamlar. Mana akalar yonidan 5 sent qochgan, tepasidan 3 qochgan, o'rtasiga bitta uzunasiga qo'yilgan. Chotki qilib qilingan Apolopga. Mana hozir. Mana shu chotki qilib qilingan Apolopga. Listi qalinligi 3lik. Hop, minusovka desam, nimaga minusovka deyapti? Hop, 2.9 atrofida chiqyapti. 2.8 plusovka chiqyapti-da bu. Akalar, yolg'on gapirmasmas. O'rgandan keyin xohlagan turlaring bo'yicha tekshirib ko'rasizlar. Rossiyskiy Magnitogorskiy MMK birinchi sort list, горячий list deb qo'yiladi, ya'ni qora list kuydirilgan. Hop, Toshkent profil, Toshkent turbinli zavodga. Choksiz chotki eng yaxshi turbalar. Profillar. Hop. Yana aytib o'tadigan narsam, listga keladigan bo'lsak, ba'zilar aytib qolyapti 2.8 minusovka deyapti-da, 2.5 ni bosyapti-da akalar. Shuning uchun biz unaqa demaymiz. 2.5lik to'liq list boshqa. Bu 2.8 plusovka, ya'ni listi kilogrammida farq bo'ladi. Ya'ni zavoddan olayotganlar biladi uni. Shuning uchun biz o'zimiz bilamiz. Ya'ni 3 to'liq emas, 3 dan minusovka. Ozgina mana burchaklari, universalniy burchaklar uzun qilib teshilgan, ko'rishlaring mumkin. Qo'yingki, mana bu karitani akamizga loyiha olish uchun beryapmiz. Asosan Qashqadaryolik oladi. Ya'ni yonidan 10 sent ko'tarilgan 1.80 ga 2.30lik chetlari mana bunday qilib alohida qilib nima qilingan. Faqat bukilgan akalar bo'ladi. Faqat mana shuni burchakda orqa tomonidan svalkalangan. Kemping qilib. Bu hamma tomoni bukilib, cho'tkilab loyiha olish uchun, mikserda kuymaydiganlar uchun. Apolopka va mikser. Apolopka narxi tushdi akalar. 9 million 200 ming so'mdan 18 metrligi. Bu 750 ming so'm katta karitamiz. Va mana bu hech qanday sabablarsiz bizdan Apolopka olgani uchun akamizga katta bir chopper deb qo'ydim. Mana shunaqa bir sovg'asi bilan, bonusi bilan Shopir akamga beramiz. Shopir akam egasiga olib borib chiroyli qilib topshiradi. Yangi yildan keyin xudo xolasa biz mana shu Apolopkalarga har bitta klientga bir ko'ngilni olish niyatida inshaalloh mana shunaqa bir sovg'alar beryapmiz. Bizda Apolopkalar 63lik va 50lik universalniy, 60lik universalniy. Mana bu yerda Sesma Apolopkalar akalar. Mana bu 50lik chempion Apolopkalar. Hop, yangicha chiqarilgan 2.1 listdan Apolopkalar. Bu yil konteynerni sindirish maqsadida bu yerda Sesma Apolopkalar, universal lesalar, zina Apolopkalar, 4talik, 5talik, 6talik, 7talik zina Apolopkalarimiz ham bor. Akalar, aravalar, 4 xil karita, mana zina Apolopkalar akalar. 6talik, 7talik, bu yerda 8talik. Narxlarini yozsalaring yo Telegramdan, yo bo'lmasa o'zingizga telefon qilsalaring tushuntiraman. Betona mishalkalar, hamma narsa bor. Inshaalloh kolonna Apolopkalar deysizlarmi? Mana bu yerda cho'tkilab 1 metrlik Apolopkalar. Ishxonani tozalovdamiz. Sababi mana bu qaychini u yoqqa chiqarib, yana mana bu yerga Apolopka terish niyatida katta etirib, kengaytirib, turli tuman har xil qilib Apolopka chiqarmoqchimiz. Shuning uchun mana tozalov endi to'g'ri tushunasizlar. 1 metrlik Apolopkalar. 2.5lik listdan, 2.1 listdan, mana shu 2.5lik listi 2.8 minusovka deb sotyapti ekan. Bu ham aslida to'g'ri kelaveradi. Ya'ni 2.8 minusovka. 2.5 to'liq desak ham ikkalasi ham to'g'ri kelaveradi. Qo'yingki, qalin Apolopkalar, ustagalarim bosyapti gazini chotkilab, ishchi sifati akalar o'ta ham o'zgacha. Sababi materiallarning zo'rligi